Bizni kuzatib turgan hamyurtlar, avvalambor sog' salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Kasal bo'lsanglar ham nastroyeninglar yaxshi paytda bizni chaqiringlar. Chunki kalta yeyib hamma joyimiz ko'karib ketdi-da. Agar biz kasal bo'lsak, bola chaqamizni kim boqadi? Sizlarga kim qaraydi? To'ppa to'g'ri. Endi hozir shu paytda dardimni aytib olmasam, qachon aytaman, to'g'rimi? Bo'l, aka, bora qoling, boring. Kechirasiz-ku. Bir narsa so'rasam maylimi? Mendanmi? Ha? Faqat pul so'ramang. Yo'q. Nima so'ramoqsiz, aka? Siz o'tirib chiqqanmisiz? Tushunmadim. Haligi Sanjik Delovoy degan nomingiz bor. Chunki hamma Delovoylar o'tirib chiqqan-ku. Yomon kalla qo'ydi. O'tirgan mana shu ham kreslosiga mixlanib o'tirgan bu. Mana qara. Tur yo'qol. Endi ochding. Tur yo'qol bu yerdan. Men sizni odam deb olib kelibman-a. O'zim ham kelaverardim. Bor, Yo'qol bu yerdan. Doktor, to'xtang, xafa bo'lmang. Men ketdim. Hazillashing. Quloq doktor bu, doktor emas. Laqabsiz qo'y doktor. O'zing laqabsiz qo'ysan. Senga shuncha yordam bergan odamni ham urishib qayda bording? Nima kerak bor edi bu? Nafasini qara, sovuqligini. Bo'pti. Davay, ko'rsatuvni yakunlaymiz. Hamma bilan xayrlashib, men ham ketdim. Ketsang ketur. Kakra skoriyaga chiqib olsang, jinnixonaga tashlab ketishadi. Aka, to'xtang. O'rtoqlar, adashib, mana shunaqa diletanlarga uchrab qolmanglar. Naturi tarixdan ham o'chirib yuboradi sizlarni. Sog' bo'lasizlar.